Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugungi videoda juda muhim va dolzarb bir mavzuni muhokama qilamiz. Keyingi o'yingizdagi pensiya to'lovi muammosi kelishi uchun nimalar qilish kerak? Bu savol hozirda ko'plab yurtdoshlarimizni tashvishga solayotgani, ba'zilarini esa xavotirga qo'yayotgani aniq. Shu sababli bu ma'lumot har bir pensiya oluvchi shaxs uchun, hatto yaqinlari pensiya olayotganlar uchun ham o'ta muhim ahamiyatga ega. İltimos bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki bugungi ma'lumot sizning kelgusi moliyaviy barqarorligingizni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Shunda bu muhim ma'lumot ko'proq odamga yetib boradi va boshqalar ham o'z pensiyalarini muammosiz olish imkoniga ega bo'ladi. Core of the problem. Pensiya ta'minoti tizimidagi o'zgarishlar. Keling avvalo pensiya olish jarayoni ilgari qanday bo'lganini va hozirda nimalar o'zgarganini bir ko'rib chiqsak. Bir necha yil oldin pensiya olish jarayoni ancha sodda va ko'pchilik uchun odatiy hol edi. Odatda pensiyalar pochta orqali uyingizga yetkazilar yoki belgilangan bank kassalaridan naqd pul shaklida olinardi. Jarayon aniq va shaffof bo'lib, kamdan kam holatlarda qandaydir xatolar yoki tushunmovchiliklar yuzaga kelardi. Asosiy e'tibor pensiyaning vaqtida yetkazilishiga qaratilar edi. Boshqa talablar esa juda kam bo'lardi. Faqatgina shaxsni tasdiqlovchi hujjatni ko'rsatish, ya'ni pasportni taqdim etish kifoya edi. Va shu asosda fuqarolar o'z pensiya mablag'larini hech qanday ortiqcha ovoragarchiliksiz qo'lga kiritishardi. Bu tizim ko'p yillar davomida ishladi va aksariyat odamlar unga o'rganib qolgan edi. Biroq so'nggi yillarda mamlakatimizda, xususan pensiya ta'minot tizimida jiddiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlar asosan tizimni raqamlashtirishga, uni yanada shaffof, zamonaviy va samarali qilishga qaratilgan. Endi oddiygina shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan pensiya olish har doim ham kafolatlanmaydi. Ko'plab jarayonlar avtomatlashtirildi, qog'ozbozlik kamaytirildi. Ammo bu bilan birga pensiya oluvchidan ham ma'lum bir faollik va tizimdagi o'zgarishlardan xabardor bo'lish talab etilmoqda. Eng muhim o'zgarishlardan biri pensiya to'lovlarining aksariyat qismini bank kartalari orqali amalga oshirishga o'tilgani. Bu naqd pulsiz iqtisodiyotga o'tishning bir qismi bo'lib, nafaqat moliyaviy operatsiyalar xavfsizligini oshiradi, balki to'lovlarni tezlashtiradi, pullarni uyga yetkazish bilan bog'liq xarajatlarni kamaytiradi va korrupsiyaning oldini oladi. Lekin har qanday yangilik kabi bu o'zgarishlar bilan birga ba'zi tushunmovchiliklar, texnik nosozliklar yoki shaxsiy ma'lumotlardagi yangilanishlarga e'tiborsizlik tufayli pensiyaning kechikishi yoki umuman kelmasligi kabi muammolar paydo bo'lish ehtimoli ham ortdi. Shu sababli har bir fuqaro, ayniqsa pensiya yoshidagi yurtdoshlarimiz bu yangi sharoitlarga moslashishlari va pensiyalarni muammosiz olish uchun nimalar qilishlari kerakligini aniq bilishlari zarur. Bu nafaqat ularning shaxsiy moliyaviy ahvoliga, balki oilasi va yaqinlarining farovonligiga ham bevosita ta'sir qiladi. Main part 1. Pensiya to'lovlari uchun muhim jihatlar: kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar emas. Pensiyangizning kelgusi oylarda ham muammosi kelishini ta'minlash uchun siz bilishingiz shart bo'lgan bir nechta muhim jihatlar mavjud. Keling, har birini batafsil ko'rib chiqamiz. Nimalarni bilishingiz kerak? 1. Bank kartasi va hisob raqamining mavjudligi va amaldagi holati. Endilikda pensiyalar asosan bank kartasiga o'tkaziladi. Bu eng muhim o'zgarishlardan biri. Agar sizda hali ham bunday karta bo'lmasa yoki mavjud kartangizning amal qilish muddati tugagan bo'lsa, uni tezda rasmiylashtirishingiz yoki yangilashingiz shart. Unutmang, bank hisob raqami ham aktiv holatda bo'lishi kerak. Aks holda pensiya mablag'lari o'tkazilmaydi va siz pensiyasiz qolishingiz mumkin. 2. Shaxsiy ma'lumotlarning dolzarbligi. Sizning pasport seriyangiz, raqamiy ism, familiya, yashash joyi, manzili, aloqa uchun telefon raqami kabi ma'lumotlar pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida doimiy ravishda yangilangan va to'g'ri bo'lishi lozim. Agar siz nikoh holatingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, familiyangiz o'zgargan bo'lsa yoki pasportingizni ID kartaga almashtirgan bo'lsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Chunki pensiya jamg'armasi va bank tizimlari ma'lumotlar almashinuvida aynan shu ma'lumotlarga tayanadi. O'ti yashash joyi va propiska. Agar siz doimiy yashash joyingizni o'zgartirgan bo'lsangiz va bu haqda pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar bermagan bo'lsangiz, pensiya to'lovi bilan bog'liq jiddiy muammolar yuzaga kelishi mumkin.
Pensiya to'lovi tizimi ko'pincha fuqaroning doimiy propiska manzili bilan bog'liq bo'ladi. 4. Hayotda ekanlikni tasdiqlash. Ba'zi holatlarda, xususan chet elda yashayotgan pensionerlar yoki ba'zi bir maxsus pensiya turlari, masalan, o'qimandalik pensiyasi oluvchilar uchun vaqti bilan ularning hayotda ekanliklarini tasdiqlash talab etilishi mumkin. Bu ayniqsa uzoq muddat chet elda bo'lgan fuqarolar uchun muhim. Kimlar xavotirlanishi kerak? Bank kartasi bo'lmaganlar yoki muddati o'tgan bank kartasiga ega bo'lganlar. Siz pensiya olish uchun yangi karta rasmiylashtirishingiz yoki eski kartangizni yangilashingiz shart. Oxirgi paytlarda pasportini almashtirganlar. Ayniqsa eski biometrik pasportdan ID kartaga o'tganlar. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida eski pasport ma'lumotlari qolib ketgan bo'lishi mumkin. Yashash joyini o'zgartirib. Bu haqda pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar bermaganlar. Familiyasi yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlari o'zgargan, ammo tegishli idoralarga bu haqda ma'lumot bermaganlar. Uzoq vaqt davomida O'zbekiston hududidan tashqarida yashayotganlar. Ularga hayotda ekanligini tasdiqlash talabi qo'yilishi mumkin. Pensiya jamg'armasidan hech qanday xabarnoma, SMS xabarlar olmaganlar. Bu sizning aloqa ma'lumotlaringiz noto'g'ri ekanligidan dalolat berishi mumkin. Kimlar ko'p xavotirlanishi shart emas. Doimiy ravishda bir joyda yashovchilar va propiskasi o'zgarmaganlar. Hamma ma'lumotlari pensiya jamg'armasida to'g'ri va yangilangan bo'lganlar. Pensiyasini doimiy ravishda bank kartasiga olib kelayotganlar va kartasining muddati hali o'tmaganlar. O'zbekiston hududidan chiqmaganlar va hech qanday shaxsiy ma'lumotlari o'zgarmaganlar. Ular uchun jarayon odatda avtomatik tarzda davom etadi va ular yangi o'zgarishlarga juda kam e'tibor berishlari kifoya qiladi. Keling, bir nechta real vaziyatlarni misollar orqali ko'rib chiqaylik. Vaziyat. Bank kartasiz qolgan Fotima buvi. Fotima buvi 75 yoshda. U uzoq yillar davomida pensiyasini pochta orqali bevosita uyiga yetkazilgan holda olardi. So'nggi islohotlar tufayli unga bank kartasi rasmiylashtirish kerakligi haqida bir necha bor xabar berildi. Ammo u bu masalani biroz kechiktirib yuraverdi. Bir oydan keyin pensiya kuni kelganda u har doimgidek pochta xodimini kutdi. Ammo hech kim kelmadi. Bankka borganda ma'lum bo'lishicha, pensiya jamg'armasi uning nomida faol bank hisob raqami yoki kartasi yo'qligi sababli to'lovni amalga oshira olmagan. O'sha oyda Fotima buvi uchun 800 ming so'm. Bu taxminiy o'rtacha pensiya miqdori. Pensiya juda muhim edi. Chunki u dori-darmonlar va oziq-ovqat uchun aynan shu pulga umid qilgan edi. Natijada u bankka borib yangi karta ochtirdi. Ammo bir oylik pensiyasi kechikdi va o'sha oyda dori-darmonlar uchun qo'shnilaridan qarz olishga majbur bo'ldi. Agar u o'z vaqtida chora ko'rganda bunday moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelmas edi. Ikki vaziyat. Pasportini yangilagan Ahmad Bobo 65 yoshda. Yaqinda uning eski biometrik pasportining muddati tugagani sababli u uni yangi ID kartaga almashtirdi. U pasport almashtirish jarayonida pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar berish kerakligini unutib qo'ydi yoki bunga ahamiyat bermadi. Keyingi oyda pensiya kartasiga tushmadi. U bankka murojaat qilganda ma'lum bo'lishicha, pensiya jamg'armasi eski pasport ma'lumotlari bilan bankka so'rov yuborgan. Ammo bankning tizimida ID karta ma'lumotlari qayd etilganligi sababli ikki idoradagi ma'lumotlar mos kelmagan va to'lov tizimi tomonidan rad etilgan. Ahmad Bobo bir hafta vaqtini pensiya jamg'armasiga borib arizalar yozishga, navbat kutishga sarfladi. Bu esa uning jismoniy holatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatdi. Tasavvur qiling, uning pensiyasi ham taxminan 1 million so'm bo'lsa, bu mablag'ning bir hafta kechikishi ham u uchun juda sezilarli bo'ladi. Chunki u har oy bu pulga umid qilib yashaydi. Bu kabi holatlar kichik bir e'tiborsizlik katta ovoragarchilikka olib kelishi mumkinligini ko'rsatadi. Uch vaziyat. Shahardan qishloqqa ko'chgan Dilfuza opa. Dilfuza opa eri bilan shahardan qishloqqa ko'chib o'tdi. Ular o'z propiskalarini yangi manzilga o'tkazishdi. Ammo pensiya jamg'armasi bo'limiga bu haqda alohida xabar berishmadi. Chunki bu muhimligini bilishmasdi. Dastlabki bir necha oy davomida ular muammosi pensiya olishdi. Chunki tizimda ma'lumotlar yangilanishi biroz kechikadi. Keyin esa tasodifan pensiya to'lovi boshqa viloyatga ularning eski propiska manziliga yuborilganligi ma'lum bo'ldi. Chunki pensiya jamg'armasi tizimi eski ma'lumotlarni qayta ishlashda davom etgan. Bu holatda pensiya jamg'armasi xodimlari ma'lumotlar bazasini tekshirib, Dilfuza opaning haqiqiy yashash joyi bilan pensiya o'tkazilayotgan joy o'rtasida nomuvofiqlikni aniqlashgan va tizim avtomatik ravishda to'lovni to'xtatgan.
Dilfuza opa 2 oy davomida pensiyasiz qoldi. Chunki qayta rasmiylashtirish va yangi joydan pensiya olish uchun hujjatlarni qayta topshirish, so'rovlar yuborish uchun ancha vaqt ketdi. Har bir oy uchun 905 ming so'm pensiya olganini hisobga olsak, 1 million 900 ming so'm mablag'ini yo'qotish hatto vaqtincha bo'lsa ham ularning oilaviy byudjetiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi va bu ularning kundalik ehtiyojlarini qondirishda katta muammolar tug'dirdi. Main part 2 istisnolar. Qaltis nuqtalar va e'tibordan chetda qoladigan nozik jihatlar pensiya ta'minot tizimida ba'zi istisnolar. O'tborsizlik oqibatida muammolarga olib kelishi mumkin bo'lgan qaltis nuqtalar va har doim ham oydin bo'lmagan nozik jihatlar mavjud. Bularni bilish kelgusi pensiya to'lovlarining uzluksizligini ta'minlashda yordam beradi. Istisnolar. 1. Nogironlik pensiyalari. Nogironlik pensiyalari oluvchilarga maxsus sharoitlar qo'llanilishi mumkin. Masalan, yilda bir marta tibbiy ko'rikdan o'tish va uning natijalarini pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida taqdim etish shart bo'lishi mumkin. Agar bu talab bajarilmasa, tibbiy ko'rik natijalari taqdim etilmasa yoki nogironlik holati tasdiqlanmasa, pensiya to'lovi vaqtincha yoki butunlay to'xtatilishi mumkin. Bu ayniqsa muddatli nogironlik guruhi belgilangan shaxslar uchun juda muhim. 2. Boqimandalik pensiyalari. Agar siz marhumning boqimandasi sifatida pensiya olayotgan bo'lsangiz, vaqti bilan o'zingizning boqimandalik holatingizni tasdiqlashingiz talab qilinishi mumkin. Masalan, agar siz talaba bo'lsangiz, o'qish joyidan ma'lumotnoma taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Yoki mehnatga layoqatsizligingizni tasdiqlovchi hujjatlar muntazam ravishda yangilanib turishi shart. Bu holatlar tekshirilmaganda pensiya to'xtatilishi xavfi bor. 3. Chet elda yashovchilar, chet elda doimiy yashaydigan O'zbekiston fuqarolari uchun pensiya to'lovlarini olishda alohida qoidalar mavjud. Ular har yili o'zlarining hayotda ekanliklarini tasdiqlovchi hujjatni O'zbekistonning chet eldagi konsullik muassasalari orqali rasmiylashtirib, bevosita pensiya jamg'armasiga taqdim etishlari shart. Bu talab bajarilmasa, pensiya to'lovi avtomatik ravishda to'xtatiladi. Chunki jamg'arma shaxsning hayotda ekanligiga ishonch hosil qilish kerak. Ba'zi mamlakatlar bilan pensiya jamg'armasi o'rtasida ma'lumot almashish bo'yicha shartnomalar tuzilgan bo'lishi mumkin. Ammo har qanday holatda ham konsullikka murojaat qilish eng ishonchli yo'l hisoblanadi. Qaltis nuqtalar muddati o'tgan bank kartalari. Bank kartasining amal qilish muddati tugashiga yaqin qolganda banklar odatda SMS orqali xabar berishadi. Ammo ba'zi keksa yoshdagi fuqarolar bu xabarlarga e'tibor bermasliklari yoki ularni tushunmasliklari mumkin. Natijada karta muddati tugagach pensiya kelmaydi va fuqaro kutilmagan moliyaviy muammolarga duch keladi. Bunday holatda bankka borib yangi karta olish kerak bo'ladi. Bu esa vaqt va asabni talab qiladi. 2. Mobil telefon raqamining o'zgarishi. Pensiya jamg'armasi va banklar ko'pincha muhim xabarlarni, masalan, pensiya o'tkazilganligi yoki muhim yangiliklar haqidagi ogohlantirishlarni SMS orqali yuborishadi. Agar siz telefon raqamingizni o'zgartirsangiz va bu haqda tegishli organlarga xabar bermasangiz, muhim ogohlantirishlar yoki ma'lumotlarni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Masalan, pensiyangiz karta hisobingizga o'tkazildi kabi esa xabarlar kelmasligi mumkin. Bu esa asossiz xavotirga sabab bo'ladi. Firibgarlik sxemalari. Afsuski, ba'zida firibgarlar pensiya bilan bog'liq muammolar borligini aytib, sizdan bank karta raqamingizning to'liq seriyasi, CVV kodi, kartaning orqa tomonidagi 3 xonali raqam yoki SMS orqali kelgan tasdiqlash kodlarini so'rashlari mumkin. Hech qachon va hech kimga bu ma'lumotlarni bermang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimlari sizdan hech qachon bunday maxfiy ma'lumotlarni so'ramaydi. Bu juda xavfli tuzoq bo'lib, siz pensiyangizni to'liq yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Har qanday shubhali holatda darhol bankning yoki pensiya jamg'armasining rasmiy aloqa markazlariga murojaat qiling. E'tibordan chetda qoladigan nozik jihatlar. 1. Vaqtinchalik propiska. Agar siz vaqtinchalik propiska bo'yicha yashayotgan bo'lsangiz, ko'pchilik hollarda pensiya to'lovi sizning doimiy propiska manzilingiz bo'yicha amalga oshiriladi. Vaqtinchalik yashash joyi bo'yicha pensiya olish uchun alohida ariza va hujjatlar talab qilinadi. Bu esa ko'pincha e'tiborga olinmaydi va pensiyaning noto'g'ri manzilga yuborilishiga sabab bo'ladi. Bu jarayonni aniqlashtirish uchun pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilish lozim. 2. Ishga kirish-chiqish. Agar siz pensiya olayotganingizda ishga kirgan bo'lsangiz, masalan, yoshga doir pensiya oluvchilar yoki aksincha, ishdan chiqqan bo'lsangiz
Bu haqda pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar berishingiz shart. Ba'zi pensiya turlari, masalan, boqimandalik pensiyasi ishga joylashganda to'xtatilishi mumkin. Shuningdek, ish staji oshganligi hisobiga pensiyaning qayta hisoblanishi mumkinligi ham mavjud. Bu ma'lumotni berish sizning pensiya miqdoringizni adolatli hisoblab chiqish va ortiqcha to'langan pullarni qaytarish kabi muammolarning oldini olish uchun muhim. Bankni o'zgartirish. Agar siz pensiya olayotgan bankni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, masalan, xizmat ko'rsatish sifati sizni qoniqtirmasa yoki boshqa bank qulayroq bo'lsa, bu jarayon uchun ham pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz va yangi bank rekvizitlarini taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Aks holda pensiya mablag'lari eski bankdagi hisob raqamingizga o'tkazilaveradi. Agar u hisob raqami yopilgan bo'lsa, mablag'lar qaytariladi va keyinchalik sizga yetib borishda kechikishlar yuzaga keladi. Bu jarayon taxminan 1 oygacha vaqt olishi mumkin. Shuning uchun oldindan rejalashtirish va yangi bank rekvizitlarini o'z vaqtida taqdim etish muhimdir. Practical advice. Pensiyangizning uzluksizligini ta'minlash uchun qadamlar yuqorida keltirilgan ma'lumotlarni hisobga olgan holda keling pensiyangizni muammosiz olish uchun aniq qadamlar va amaliy tavsiyalar haqida gaplashamiz. Bu ko'rsatmalar sizning keyingi pensiya to'lovingizni kafolatlashga yordam beradi. Birinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Nima qilish kerak? Eng avvalo, pasportingizni yoki yangi ID kartangizni oling va undagi ma'lumotlar bilan pensiya jamg'armasi tizimidagi ma'lumotlar mos kelishini tekshiring. Bu ayniqsa pasport seriyasi, raqamiy ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana va yashash manzili kabi ma'lumotlarga tegishli. Agar sizda ID karta bo'lsa va u yaqinda olingan bo'lsa, ayniqsa diqqatli bo'ling. Chunki pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida eski pasport ma'lumotlari qolib ketgan bo'lishi mumkin. Har qanday nomuvofiqlik pensiya to'lovining kechikishi yoki to'xtatilishiga sabab bo'lishi mumkin. Qayerga borish kerak? Eng oson va ishonchli yo'li pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan borish. Yoki agar texnik imkoniyatlar mavjud bo'lsa, ya IDXP, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali o'zingizning shaxsiy kabinetingizda bu ma'lumotlarni tekshirishga harakat qiling. Ammo hozirda pensiya bilan bog'liq barcha ma'lumotlarni to'liq tekshirish uchun hali barcha xizmatlar raqamlashtirilmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun shaxsiy tashrif eng ishonchli yo'l bo'lib qolmoqda. Qanday hujjatlar? O'zingiz bilan shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta va pensiya guvohnomasi agar mavjud bo'lsa olishni unutmang. Ikki qadam, bank kartangizni va hisob raqamingizni nazorat qiling. Nima qilish kerak? Bank kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Kartaning old tomonida yoki orqa tomonida valid turu yoki amal qilish muddati yozuvi bo'ladi. Agar muddati tugashiga oz qolgan bo'lsa, masalan 3 oydan kam qolsa, bankka borib yangi karta buyurtma qiling. Shuningdek, kartangizga bog'langan mobil telefon raqamingiz aktiv ekanligiga va aynan sizga tegishli ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar yo'q bo'lsa yoki raqamingiz o'zgargan bo'lsa, uni bankda tezda yangilating. Bu muhim. SMS xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun zarur. Qayerga borish kerak? Siz pensiya oladigan bankning istalgan filialiga yoki kartalar bilan ishlaydigan bo'limiga murojaat qiling. Qanday hujjatlar? Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport, ID karta va eski bank kartasi. Ba'zi banklarda navbatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun oldindan tayyor bo'ling. 3 qadam, yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, nima qilish kerak? Agar siz propiskangizni o'zgartirgan bo'lsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasining yangi yashash joyingiz bo'yicha bo'limiga xabar bering. Bu juda muhim. Chunki pensiya to'lovi ko'pincha fuqaroning doimiy yashash joyi bo'yicha amalga oshiriladi. Ma'lumotlar bazasidagi nomuvofiqlik pensiya to'lovining noto'g'ri manzilga yuborilishiga yoki to'xtatilishiga sabab bo'lishi mumkin. Qayerga borish kerak? Yangi yashash manzilingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga. Qanday hujjatlar? Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport, ID karta, propiska o'zgarganligi haqidagi hujjat, masalan. ID kartadagi elektron yozuv yoki pasportdagi shtamp. Pensiya guvohnomasi, arizada pensiyani yangi manzil bo'yicha o'tkazishni so'rashingiz kerak bo'ladi. 4 qadam, aloqa ma'lumotlaringizni yangilang. Nima qilish kerak? Pensiya jamg'armasidagi o'zingizga tegishli telefon raqami va boshqa aloqa ma'lumotlarining to'g'riligiga ishonch hosil qiling. Agar raqamingiz o'zgargan bo'lsa, darhol yangilating. Bu pensiya jamg'armasi siz bilan tezkor bog'lanishi, muhim xabarlarni yetkazishi va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini olish uchun juda muhimdir.
Ba'zida pensiya jamg'armasi xodimlari siz bilan bog'lana olmasa, pensiya to'lovini kechiktirishi mumkin. Qayerga borish kerak? Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga. Qanday hujjatlar? Shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Telefon raqamini o'zgartirish haqida yozma ariza talab qilinishi mumkin. 5 qadam. Chet elda yashovchilar uchun maxsus choralar. Nima qilish kerak? Agar siz chet elda doimiy yashangiz va O'zbekistondan pensiya olsangiz, har yili O'zbekistonning chet eldagi konsullik muassasalariga murojaat qilib, o'zingizning hayotda ekanligingizni tasdiqlovchi hujjatni rasmiylashtiring va uni pensiya jamg'armasiga yuboring. Bu jarayonni muntazam ravishda bajarish pensiya to'lovingizning uzluksizligini kafolatlaydi. Ba'zi mamlakatlar bilan O'zbekiston o'rtasida bunday ma'lumotlar almashinuvi to'g'risida shartnomalar bo'lishi mumkin, ammo ishonchli yo'l doimo konsullikka murojaat qilishdir. Qayerga borish kerak? O'zingiz yashayotgan davlatdagi O'zbekiston elchixonasi yoki konsulligiga. Qanday hujjatlar? Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport, ID karta, pensiya guvohnomasi 6 qadam. Har qanday shubhali vaziyatda murojaat qiling. Nima qilish kerak? Agar pensiyangiz kechiksa, to'liq kelmasa yoki sizga pensiya bilan bog'liq bo'lmagan shubhali SMSlar kelsa, masalan, bank karta raqamini, PIN kodini so'rashsa, darhol pensiya jamg'armasi yoki bankka murojaat qiling. Kutib o'tirmang. Har qanday shubha yoki noaniqlik sizning moliyaviy xavfsizligingizga ta'sir qilishi mumkin. Qayerga borish kerak? Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki pensiya jamg'armasining ishonch telefoniga yoki pensiya oladigan bankning murojaat markaziga, rasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarga ishoning. Qanday hujjatlar? Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, bank kartasi. Agar shubhali xabar kelsa, uning skrinshotini olib ko'rsatish foydali bo'lishi mumkin. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, pensiyangiz keyingi oyda ham muammosi kelishi uchun sizdan bir necha oddiy, ammo o'ta muhim qadamlarni amalga oshirish talab etiladi. Pensiya ta'minoti tizimidagi o'zgarishlarga moslashish, o'z shaxsiy ma'lumotlaringiz va bank kartangiz holatini nazorat qilish. Shuningdek, har qanday shubhali vaziyatda tegishli idoralarga murojaat qilish. Bularning barchasi sizning moliyaviy osoyishtaligingizni ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu o'zgarishlardan xabardor bo'lish va tegishli choralar ko'rish kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noxush holatlarning oldini oladi va sizning moliyaviy barqarorligingizni ta'minlaydi. Agarda bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta unga like bosing, do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan ulashing. Zero bu ma'lumot ko'plab insonlarning pensiyasini saqlab qolishi mumkin. Va albatta kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Shunda bizning yangi, muhim va foydali videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rasiz. Sizning savollaringiz, tajribalaringiz yoki fikrlaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Biz barchasini o'qib chiqamiz va e'tiborga olamiz. O'zingiz va yaqinlaringizning farovonligiga befarq bo'lmang. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.